Lag'mondan qo'sh, lag'monxo'r. Bulg'or qalampiridan qo'sh. Cheri pomidorini ham olganda, cheri pomidorini to'rab qo'shib yubor. Zaytun yog'ini ham ol. Qo'sh. Hididan bilinib turibdi, lag'mon zo'r chiqqan. Lag'monxo'r. Bismillah. Bu lag'mon zo'r chiqdi lekin. Shirin chiqdi. Tezroq yoqaylik, nima bor ekan bir ko'raylik. Jahon yangiliklarini yoq. Voqeasi Donald Tramp prezidentlikka qaytgani bo'lgan. Bu yil ham Tramp yangi yil kirib kelishi bilan dunyo matbuoti uning nomini aytib bong urishini esladi. Italyan emasmisan? Lag'monni boplabsan lekin. Amerikalik harbiylar istagan odamlarni olgach, okop qazmadi, artilleriya joylashtirib Venesuela va eng dahshati, mana shuncha voqea yarim soat atrofida bo'lib o'tadi. Yangiliklarda nimalarni ko'rsatyapti, ko'zlarimga ishonmayman. Venesueladan chiqib ketadi. Va eng dahshati, mana shuncha voqea yarim soat atrofida bo'lib o'tadi. Donald Venesuelani bosib olibdi, nima balo. Bo'lardik. Axir butun boshli mamlakat prezidentini boshqa mamlakat harbiylari shuncha vaqt ichida o'g'irlab ketishiga ishonib bo'larmidi? Tramp bejiga Pentagonni urush vazirligi deb qayta nomlamagan, o'xshamaydigan qarorlar qabul qilishni davom ettirmoqda.